Chuqnaga Yunusobod 8-kvartal Novostroyga Xonsaroy bilasizlar o'zingizlar chiroyli qurib qo'yilgan. Shu yerda 8-qavatda 2 xona, ichidagi hamma narsalari bilan 54 kvadrat uy chiqqan. Yevro remont. Kiruvishlari mana katta keng qilingan. Mana mamyog'imni koridor ketgan, mana xonalar, oppoq eshiklar. Xo'sh, mamyog'imiz mana detskiy. Hamma xonada oyna bor, quyoshga qaragan. Mana mamyog'imiz zal. Mana ko'rsating, zal ham katta keng, balkonlarigacha bor. Balkon shundoq mana shu tog'ga qaragan, ertalab quyosh chiqib keladi, tog'lar ko'rinib turadi. Havo toza havo bo'lsa. Zal keng, mana bemalol. Xo'sh, kiraverish, hammom, tualet, sanuzel, oshxonalar tepli pol qilingan. Mana bu zal spaniyalarga batareya qo'yilgan. Mana xonalari ham katta, mana hojatxona, bemalol o'tiraverasizlar, telefon o'ynab. Bu yog'imiz oshxona mana. Tayyor kuxonniy, xolodilniy bor, tayyor. Xullas, kelasizlar, yashaysizlar yoki 500 dollar ijara 600 dollarga qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Narxini 77 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.